Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Keyingi mavzuyimiz al-bahsu va anil varisil Muhammadi. Muhammadiy merosxo'rni izlashlik. Ya'ni hozir o'sha oldingi suhbatlarimizda aytganimiz kabi shayxlarni, murshidlarni, murabbiylarni izlashlik. Ana shu haqida demak suhbat qilamiz. مما سبق يتبين أهمية صحبة الوارث المحمدي المترقي في مدارج الكمال وتلقي دروس الآداب والفضائل واكتشاف العيوب الخفية والأمراض القلبية. يعني وارث محمدي ده پیغمبر علیه السلام ga merosxo'r bo'lgan. So'zda ham, amalda ham u zotga ittibo etgan, qadam-qadam ergashgan zotlarni aytiladi. Ana shularga ergashishlikning muhimligini biz oldingi suhbatlarimizda bildik. Bu nima uchun muhim? Nima uchun kerak? Kamolat zinapoyalardan yuqorilashishi uchun kerak va odob va fazilatlarni kasb qilib olmoqligimiz uchun kerak. Turli xil maxfiy ayblardan, qalbiy kasalliklardan qochib, ya'ni o'shalar buni kashf qilib berishadi, ular bilgandan keyin ana shulardan qochishligimiz uchun aynan voris Muhammadiy bizga kerak bo'ladi. Ular juda ham biz uchun ahamiyatli. Masalan, biz Qur'oni Karimdan, hadis sharifdan o'qib olishligimiz mumkin. Ya'ni qochilish kerak bo'lgan ishlar, qilinish kerak bo'lgan amrlar, mana shularning hammasini o'rganishimiz mumkin-ku, lekin aynan o'shanga odatlanish, bu ishlarni amalga oshira olish, ya'ni buyurilgan narsalarni qilish, nahiy qilingan narsalardan qocha olish, hozir aytganimizdek qalb kasalliklaridan xabardor bo'lish. Bular uchun albatta, demak, kim kerak bo'ladi? Murabbiy kerak bo'ladi. Murshid kerak bo'ladi. Buni biz nima deb nomladik? Voris Muhammadiy, Muhammad alayhisalomning merosxo'rlari deb nomladik. Walakin qad yas'alu sa'ilun kayfa al-ihtida'u ilayhi wal wusul ila ma'rifatihi va ma hiya shurutuhu wa awsafuhu va naqul. Shu paytgacha mana shu suhbatlarimiz asnosida juda ham ko'p savollar bo'ldi. Ana shunday kishini biz qayerdan topamiz deb. Ya'ni so'rovchi so'raydiki, qanday qilib bu odamlarni biz topishimiz mumkin, ular bilan iqtido etishimiz, ular tomon yo'llanishimiz mumkin. Qanday qilib ularni ma'rifatiga yetisha olamiz? Ularning shartlari qanday? Ularning sifatlari qanday? Mana shu savollar juda ham ko'p bo'ldi. Aynan endi ana shu savollarga javob berish payti keldi. Shuning uchun musannif rahimahulloh aytiblarki, birinchidan hina yash'uru at-talibu bihajatihi ilayhi ka shu'uri al-mariz bihajatihi ila at-tabibi alayhi an yusaddiqa al-azma wa yusahhiha an-niyyata wa yattajiha ila Allah ta'ala biqalbin zari'in munkasirin yunadihi min jawfi al-layli wa yad'uhu fi sujudihi wa a'qabihi salatahu. Talib, hammamiz bu to'g'rida talibmiz, ya'ni talab qiluvchimiz, shu yo'lda talab qiluvchimiz, shayxlarni izlovchimiz. Ana shunday talib uchun agar o'sha hojatini his qilgan paytda, ya'ni shunday shayxga ehtiyoji borligini his qilgan paytda, xuddi kasal tabibiga ehtiyoji borligini his qilgan paytda, masalan, mana kasal odam bosh og'riyapti yoki qon bosimi ko'tarilib ketdi yoki jigari og'riyapti. Mana shu paytda albatta men bir tabib topib yoki shifokor topib uchrashim kerak ekan degan xulosaga keladi. Chunki men bunaqa yuradigan bo'lsam, kasalligim zo'rayib ketadigan bo'lsa, halokatga olib ketishi mumkin. Mana degan holatda nima qiladi? O'ziga so'z beradi, men bugun har qanaqangi ishimni yig'ishtirib shu tabibni yoki shifokorni oldiga boraman deydi. Xuddi mana shu holatda his qilgan talib uchun deyaptilar. Chunki buni his qilmaydigan odamlar ham ko'p. Men o'zim juda yaxshi dinimga amal qilib yuribman. O'sha olimlar ham kerak emas, boshqasi ham kerak emas. Mana qo'limda yoki internetimda hamma ma'lumot bor deb yurgan odamlar haqida emas. Aynan holi shu kasallik holidek vaziyatga yo'liqqan bo'lsa, ana shunday holatga tushgan bo'lsa, mana shu odam uchun birinchisi deyaptilar, ayusaddiqal azm. Azmi qarorni rost qilsin. Ya'ni shunchaki hammani oldida gapirib qo'yish yoki o'zini aldab qo'yishlik uchun emas, balki endi men ana shunday murabbiyni, ana shunday murshidni topishim kerak ekan degan azmi qaror qilsin, rost azmi qaror qilsin. Niyatni to'g'rilasin. Undan maqsadi mana ko'pchilik shayx etagini tutib, turli xil jamoatlar bor ekan, boshqalar bor ekan, o'shalarga intisob qilaman, o'shalarning nomi bilan nomlanaman, falonchilar, naqshbandiylar, unaqalar, bunaqalar bo'ladi. Keyin karomatlar zohir bo'lishi mumkin, o'sha yo'lda yuradigan bo'lsam, bu dunyoda ham maza qilib yashayman, u dunyoda ham maza qilib yashayman emas, balki men hozirgacha fitratimdan juda ham uzoqlashib ketgan ekanman. Juda ham gunohlarga botib ketgan ekanman. Qalbim kasalliklarga, illatlarga to'lib ketgan ekan degan xulosaga kelgandan keyin endi mana shu narsadan qaytishligim, yomon yo'limdan qaytishligim, asli fitratimga qaytishligim, Alloh taoloning eshigini qoqishligim kerak ekan. Unga men payg'ambar alayhisalom aytganlaridek ko'rib turgandek
ibodat qilish maqomiga chiqishim kerak ekan. Bundan boshqa yo'l hammasi halokat ekan. Nimaga meni najotga olib bora olmas ekan degan xulosa qilib va niyatni aynan mana shu xulosaga ko'ra qilmoqlik kerak bo'ladi. Ya'ni dunyoviy hech qanday manfaat ko'zlamasligi, balki-da nafsi xohlagan narsalarni qilmasligi. Nafs nimalarni xohlamaydi? O'sha obro' topish buni orqasidan rohat farog'at topishni o'ylashi mumkin. Ana shulardan hammasidan xoli bo'lgan holatda niyatni sahih qilmoqligi kerak bo'ladi. Va yattajiha ilallohi ta'ala biqalbin zari'in munkasirin. Allohga tazarruli, siniq qalb bilan yuzlanmoqligi kerak bo'ladi. Mana shunday talab uchun. Yunadihi fi jafil layl. Tunlari, kechalari turib nido qilishi kerak bo'ladi. Allohga murojaat qilishi kerak bo'ladi. Va yad'uhu fi sujudihi va aqabi salatihi. Sajdalarda, namozlarining ortidan duo qilmoqligi kerak bo'ladi. Mana bunday duo bilan. Allohumma dallini ala man yadulluni alayk va avsilni ila man yusiluni ilayk. Ey Allohim, senga dalolat qiladigan, sen tomon yo'lni ko'rsatib qo'yadigan kishiga meni dalolat qil. O'sha tomon menga yo'l ko'rsatib qo'y. Ana shunday odamni topishlikka yordam ber. Va meni senga yetkazadigan kishiga yetkaz. Senga yetkazadigan kishilar bor. Meni yetaklab qo'limdan tutib senga yetkazadigan zotlar bor. Ana shularga meni yetkazgin deb erta kech duo qilishlik kerak bo'ladi. Namozlarni ortidan duo qilishlik kerak bo'ladi. Kechalari turib duo qilishlik kerak bo'ladi. Birinchi qilinishi kerak bo'lgan ish mana shu. Ikkinchisi alayhi ayyabhasa fi baladihi. Aynan mana shunday murabbiyni, shayxni, murshidni o'zini shahrida, o'zini mamlakatida izlamoq kerak bo'ladi. Chunki osonroqda yetishish oson, doimiy holini bayon qilishlik oson, undan tavsiyalar, maslahatlar, nasihatlar olish oson bo'ladi. O'shaning uchun o'zini atroflaridan qidirishi kerak bo'ladi. Va yufattishu va yasalu anil murshidi bi diqqatin va intibahin ghayra multafitin lima yushayyi'uhu ba'dhum min faqdil murshidil murabbi fi hadha zaman. Ba'zi bir kishilarning bu zamonda murabbiy murshid qolmadi degan so'zlariga qaramagan holatda murshidni diqqat bilan, chuqur ehtimom bilan, e'tibor bilan izlashi kerak bo'ladi. Ya'ni chuqur ehtimom bilan, e'tibor bilan deganimiz, ya'ni bunga juda qattiq qasd qilib, bunga juda qattiq e'tibor qilib izlash kerak bo'ladi. Albatta, mana shu holatda topadi. Endi shu joyda qisqa bir ma'lumotlar bor ekan, shularni bo'lishsam, yaqul Ibn Ajiba rahimahulloh aytadilar, bu kishi Ibn Atolloh Sakandariyning hikmatlarini shorihlaridan biri. Bu kishi aytadiki, "Va nasu fi isbatil xususiyya va nafiha ala salasati aqsamin." Odamlar xususiyatni isbot qilish va nafiy qilishda 3 toifaga bo'linishadi. Xususiyat deganimiz xoslik. Ya'ni Allohning xos bandalari bor. Odamlarni, xalqni Allohga irshod qiladi, Allohga dalolat qiladi, Allohga olib boradi degan kishilar to'g'risida, ya'ni ular bor yoki yo'q deyishlik borasida 3 ga bo'linishadi odamlar deyaptilar. Birinchi toifa qismun asbatuha lil mutaqaddimina va nafauha anil mutaakhirina va hum aqbahul avam. Juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bir toifa kishilar borki, bunday xoslikni, ya'ni xalqqa irshodiga xos bo'lgan zotlarni faqat mutaqaddim, bizdan oldingi o'tgan kishilarga nisbat berishadi, mutaaxirlarga, ulardan keyingi kelganlarga va hozirgi zamon kishilaridan nafiy qilishadi. Yo'q, unaqa qolmagan hozir. Unaqangi murshidlar, unaqangi murabbiylar qolmagan deyshadi. Bular avomning eng qabihlaridir, eng yomonlaridir deyaptilar. Ya'ni bu gap juda ham noto'g'ri gap. Xalqni umidsizlikka tushirish. Alloh taoloning dini qiyomatga qadar ekanmi? Allohning yo'lida tutib turadigan murabbiylarni va Rasul Muhammadiylarni, ya'ni payg'ambar alayhisalom merosxo'rlarini nima qilaveradi? Chiqaraveradi Alloh taolo. Ikkinchi qism va qismun aqarruha qadiman va hadisan. Ikkinchi toifa oldingilarda ham, hozirgilarda ham bor deyshadi. Va qalu aytishadiki, innahum akhfiya'u fi zamanihim. Ammo hammalari o'z zamonlarida juda ham maxfiy, yashirin bo'lishadi. Hamma ham topa olmaydi, hamma ham bila olmaydi deb ular ham biroz kishilarni nima qilishadi? Umidsizlikka tushirib qo'yishadi. Faharramahumullohu bi barakatahum. Shunday qilganliklari uchun Alloh taolo ana shunday xos zotlarning barakalaridan ularni mahrum qilib qo'ygan. Undan manfaat olishmaydi, ulardan manfaat olishmaydi, ular bilan ko'risha olishmaydi. E'tiqodlari, tushunchalari noto'g'ri bo'lganligi uchun. Ya'ni ular ko'rinmaydi, hech kim bilmaydi, topolmaydi deganliklari uchun. Uchinchi
toifa kishilar aytadiki, va hum aqarru al-xususiyya fi ahli zamanihim. Ahli zamonlarga ana shunday xoslikka iqror qilishadi, ya'ni bor deyshadi. Ma iqrorihim bi xususiyati salaf. Lekin salafning xususiyatlariga iqror bo'lishliklari bilan birga, ya'ni salafda juda ham ko'p bo'lgan bunday kishilar, juda ham kuchli bo'lishgan deb mana biz o'z salaf solihlar o'shalarga ergashamiz deyishimizning ham sababi shuda, ularda ana shunday Allohning xos bandalari juda ham ko'p bo'lganligiga iqror bo'lgan holda, lekin hozir bizda ham bor, hozirgi zamonimizda ham uchraydi unday kishilar deb tan olishadi. Va arifuhum va zafaru bihim. Ana shunday insonlarni tanishadi, ularni qo'lga kiritishadi, ya'ni ularni huzuriga borishadi. Va azzamuhum, ularni ulug'lashadi, ya'ni albatta xos bo'lgandan keyin, Allohga yaqin banda bo'lgandan keyin albatta ulug'lanadi. Bu narsani payg'ambar alayhisalom zamonlarida sahobalar payg'ambar alayhisalomga nisbatan qilishgan, tobiinlar sahobiylarni shunaqangi ulug'lashgan. Bu ulug'lash deganda birpasda yana xayolga har xil narsalar kelmasin-da. Ya'ni odob bilan muomalatda bo'lish. Bugun men bir kitobda o'qib qoldim. Ya'ni zamonamiz olimlaridan birlari yozganlar, Luayl Hanafi adashmasam, ya'ni Hanafiylarning zohir rivoyadan yuz o'girishlari, ya'ni yuz burishlari kitobida Imom Abu Hanifa haqlarida gapirib, Imom Abu Hanifaning yo'llarida Imom Abu Yusuf, Imom Muhammad, Imom Zufar kabi zabardast olimlar bo'lishgan. Ko'pchilik olimlarni fikricha ular ham mujtahid mutlaq bo'lishgan. Ya'ni o'zlari to'liq ijtihod qiladigan, o'zlarining usullariga ega, ya'ni prinsiplarga ega, alohida qoidalarga ega, ya'ni Imom Abu Hanifa bilan teng darajadagi zotlar bo'lishgan. Lekin ustozlar Imom Abu Hanifa bo'lganliklari uchun o'zlariga alohida mazhab qilishmagan. Garchi ba'zi bir olimlarning so'ziga qaraganda Hanafiylik mazhabida Imom Abu Hanifaning qavllari 3 dan 1 ni tashkil qiladi. Ba'zilar 3 dan 2 ni tashkil qiladi deb aytishgan bo'lsa-da, ya'ni hammasi Imom Abu Hanifaniki emas, lekin nima deb nomlanadi? Imom Abu Hanifa mazhablari deb nomlanadi. Hanafiylik mazhabi deb nomlanadi. Nimaga desa, ustozlarni shunaqa ulug'lashganda, ustozlaridan boshqacha usulga, boshqacha nimaga ega bo'lishsa-da, lekin hurmatdan Hanafiylik mazhabi sifatida o'sha masalalar taqdim qilinavergan. Mana ustozga hurmat qarang. Mana shunday yo'l bilan ilmga ega bo'linadi. Mana shunday yo'l bilan himmatga ega bo'linadi. Mana shunday yo'l bilan holga ega bo'linadi. Hurmatsizlik bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Masxara qilishlik bilan, ulamolarni masxara qilishlik bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Salaf solihlarga ergashamiz deyapmizmi? Hatto shuning uchun o'zimiz salafiy deb nomlayapmizmi? Endi ularni hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak, ulug'lashimiz kerak. Jumladan o'shalarga ittibo qilib, vorisi Muhammadiy bo'lib, payg'ambar alayhisalom yo'llarini mahkam tutgan zotlarni ko'radigan bo'lsa ham, ana shunday ulug'lash kerak bo'ladi. Ulug'lash deganda o'sha hurmatini joyiga qo'yish. Ular, Alloh ularni murshidlarga ko'chirib o'tkazadigan, ularning huzuriga yaqin qiladigan baxtli insonlardir. Mana shunday tushunchaga ega bo'lgan insonlar, ya'ni hozir ham bor va ularni izlab topsa bo'ladi degan tushunchaga ega bo'lgan kishilar, ana shu tushunchalari, ana shu e'tiqodlari tufayli Alloh ularni nima qilib qo'ydi? Baxtli qilib qo'ydi, ana bu zotlarga yaqin qilib. Ularni huzurida qilib qo'yib. Va bihaza yuraddu ala man za'ama anna shaykh at-tarbiyati inqata'a fa inna qudratallohi ta'ala amma va mulkullohi qa'imun wal arzu la takhlu mimman yaqumu bil hujja hatta ya'ti amrulloh. Shu sababli kim tarbiya ustozlari, murabbiylar uzildi, to'xtadi, endi qaytib paydo bo'lmaydi deydigan bo'lsa, ularga mana shunday raddiya qilamizki, albatta Alloh taoloning qudrati omdir. Faqat avvalgilarga qodir bo'lib, keyingilarga qodir bo'la olmaydigan zot emas. Balki bu dunyoni yaratib qo'yibdimi, shu dunyoni oxirigacha ana shunday xos zotlarni, murabbiy zotlarni yetishtirib chiqarishlikka qodir bo'lgan zotdir deymiz. Uning mulki doimo qoyimdir. O'sha paytda qoyim bo'lib, hozir mulkidan chiqib ketgan demaymiz. Nauzubillah. Yer yuzi hujjat bilan qoyim bo'luvchi, ya'ni mana shunday yo'llarda hujjat bilan xalqni yetaklovchi kishilardan xoli bo'lmaydi deymiz. Toinki Alloh taoloning amri kelmaguncha, Alloh taoloning amri qiyomat haqidagi amri kelmaguncha, demak, hujjat bilan qoyim bo'luvchi, hujjat bilan yuruvchi kishilardan xoli bo'lmaydi deymiz. Bu so'zlar Al-Bahrul Madid fi tafsiril Qur'onil Majid Ibn Ajibaning mana shunday tafsirlar bor, ana shulardan olingan iqtibos hisoblanadi. Fa illam yajid ahadan fi madinatihi. Oyatdik, demak, o'zini shahridan, o'zini mamlakatidan, o'zini atroflaridan qidirsin dedik. Agar shu o'zini atroflaridan, o'zini shahridan topolmaydigan bo'lsa, falyabhas anhu fi mudunin ukhra. Boshqa mamlakatlardan ham izlasa bo'ladi, boshqa shaharlardan ham izlasa bo'ladi. O'sha nimasiga bog'liq, ya'ni birinchi o'zini atroflaridan, undan keyin atrofdagi shaharlardan, unda ham topilmasa
boshqa mamlakatlardan ham izlasa bo'ladi. Ala tara al-mariz yusafiru ila ballatin saniyatin litadavi iza lam yajid at-tabib al-mukhtas. Masalan, kasalni davolaydigan o'ziga shifokor topolmaydigan bo'lsa, boshqa bir mamlakatga borishligi bor-ku, shunaqa narsa, shu uchun safar qilishligi bor-ku, buni ko'rib turibmiz. Mana Hindistonga ketilyapti, Turkiyaga, Germaniyaga borib davolanyapti. Aynan o'zimizda shunaqangi tabibni yoki shifokorni topa olmaganimiz tufayli. Aw hina ya'juzu atibba madinatihi an tashkhis da'ihi va ma'rifati dawa'ihi va mudawati al-arwah tahtaju ila atibba amhar min atibba al-ajsam. Yoki o'sha shahridagi tabiblar hatto tashxis qo'yishga ojiz qolishi mumkin. Nima kasallik ekanligini aniqlashga ojiz qolishi mumkin. Uni davolashlik uslublarida ojizlik qilishi mumkin. Mana shu paytlarda boshqa mamlakatga safar qilgani kabi ruhlarni davolashga muhtojlik bundan ham ko'ra mohirroq bo'lgan tabiblarga ehtiyoji yuzaga keltiradi. Oddiy jismni tabibiga shunchalik harakat qilgandan keyin, demak, ruhning tabibiga, qalbning tabibiga bundan ham qattiqroq harakat qilinishligi kerak bo'ladi. Valil murshidi shurutun la budda minha hatta yata'ahhala li irshadin nasi va hiya arba'a. Endi hozirgacha aytgan so'zlarimiz aynan shunday shayxlarni qayerdan qidirishimiz haqida edi. Birinchisi duo qilishimiz kerak edi. Shunday shayx bizga yo'liqtirgin deb duoni matnini qayta o'qidim, yodlab olib, mana shunday duolarni qilib yursak yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi, haqiqiy ma'noda izlanishimiz kerak bo'lar edi, qidirishimiz kerak bo'lar edi. Hatto o'zimizda topilmasa, boshqa mamlakatlardan ham izlashimiz lozim bo'lar edi. Endi ana shunday murshidni, ya'ni biz izlashimiz kerak bo'lgan, duo qilib turib Allohdan yo'liqtirishni so'rashimiz kerak bo'lgan murshid o'zi qanday murshid? Qanday kishi bo'ladi? Ana shu haqida demak so'zlaydigan bo'lsak, odamlarni to'g'ri yo'lga chaqirishlik, to'g'ri yo'lga yo'llashlik uchun, odamlarni tarbiyalashlik uchun, ruhiy tarbiyalashlik uchun, qalblarni poklashlik uchun layoqati bor, ahl bo'lgan, o'shanga haqli bo'lgan murshidda 4 ta xususiyat, 4 ta shart topilishi kerak. Birinchisi ayyakuna aliman bil faraizil ayniyya. Farz aynlarni biluvchi olim kishi bo'lishi kerak. Ya'ni juda dinni tafsilotlarini mukammal bilmasa-da, ya'ni faqih bo'lmasa-da, muhaddis bo'lmasa-da, mufassir bo'lmasa-da, juda ham tafsilotlarni bilan bilmasa-da, lekin dinni farz aynlarini biladigan darajada. Ya'ni yodlab olish o'zi emas, mana bizda farz ayn 40 ta farz ayn bor deb yodlab olamiz, unaqa emas. Balki o'sha farz aynni qanday ado etilishi, qanday bajarilishligiga orif bo'lgan, demak olim bo'lgan kishi bo'lishi kerak. Demak, olim bo'lish kerak. Olim bo'lganda ham juda endi zamonasini olimi bo'lmasa-da, lekin dinni yaxshi biladigan olim bo'lishi kerak bo'ladi. Ikkinchisi ayyakuna arifan billahi ta'ala. Bu endi juda ham biz uchun mavhum bo'lgan, biz uchun aniqlashlik qiyin bo'lgan shart, ya'ni u zot Allohni tanuvchi bo'lishi kerak. Endi uni faqat alomatlarini ko'rishimiz mumkin xolos. Ya'ni Allohni tanishligidan gunohdan uzoq bo'ladi. Chunki Allohni tanigan inson gunoh qilmaslikka harakat qiladi. Tanimagan odamdan gunoh sodir bo'ladi-da. Har bir amallari sunnatga muvofiq bo'ladi. Undan ba'zi bir fayzlar, ba'zi bir holatlar sodir bo'layotgan bo'ladi. Insonga bu yoqdagi o'sha irshodni talabida bo'lgan insonga ta'sirlar o'tayotgan bo'ladi. Ana shu demak alomatlardan bilib olishlik mumkin xolos. Lekin bu ham demak bitta shart. Ya'ni bu shart xalq tomonidan bilib olishlik uchun qo'yilayotgan shart bo'lsa, endi irshodga o'zini haqliman deb biladigan insonlar uchun ham kerakli bo'lgan shartlar, ya'ni shuni bilgandan keyin irshodga harakat qilish mumkin xolos. Ya'ni xalqqa to'g'ri yo'lga chaqirishlik mumkin xolos. Agar o'zida Allohni tanish holatini bilmaydigan bo'lsa va buni davosida bo'lsa, ya'ni men Allohni taniganman, men xalqqa irshod qilaman, xalqni to'g'ri yo'lga yo'llayman, Alloh sari yetaklayman deb da'vo qiladigan bo'lsa, birinchi kundan sharmandasi chiqadi. Bunaqangi holatlar uchragan, tarixda bo'lib o'tgan, tezda misi chiqib, firibgarligi ma'lum bo'lib, chunki qalb ishi bo'lganligi uchun hamma bila olmaydi-ku buni. Bunaqangi quruq da'volarning oxiri hech qachon yaxshilik bilan tugamagan. O'shaning uchun bu to'g'rida da'vo qiladiganlar ko'p bo'lsa-da, lekin haqiqiy murshidlar buni da'vosini ham qilishmaydi, balki o'zlari shu narsani his qilganliklari uchun indamay yurishaveradi. U irshod talabida bo'lganlar o'zlari u narsani his qilib, sezib, orqalarida izlaridan yurishadi. Uchinchisi ayyakuna khabiran bi taraiqi tazkiyatin nufusi va vasaili tarbiyatiha. Nafslarni tazkiya qilish, ruhlarni tarbiya qilish vositalari, yo'llaridan xabardor bo'lgan zot bo'lishi kerak. Ya'ni o'zi ham shunday bir shayxning qo'lida tarbiya topib, shayxning ko'rsatmalari, shayxning nasihatlaridan demak tajriba
foydalanib xalqni o'sha nafsini poklashlikda, ruhini tarbiyalashlikda malakaga ega, tajribaga ega, xabardor bir kishi bo'lishlik kerak bo'ladi. Bulardan bexabar masalan o'zi tazkiya qilib, o'zi Alloh sari intilib, masalan shayxlardan ham ma'lumotlar olib, shayxlardan ham tavsiyalar, irshodlar olib oldinga qarab yurdi, lekin nima o'zida hali unaqa malaka yo'q. Bir so'z bilan aytganda, shayxi tomonidan bunga ijozat berilmagan. Xalqqa irshodi uchun, xalqqa o'sha Alloh sari yo'llashlik uchun ruxsat berilmagan. Inson bo'ladigan bo'lsa, demak u ham loyiq bo'lmaydi, chunki bu ham bitta sharti, 3-shart hisoblanadi. Ayakuna ma'zunan bil irshadi min shayxihi. Ana shu 3-shartni bitta so'z bilan biz aytamiz degani 4-shart o'laroq aytilibdi, ya'ni shayxidan izn olgan, irshod uchun izn olgan bo'lishligi kerak. O'sha yuqoridagi holat uchun izn ham olgan, rasman izn olgan bo'lishligi kerak bo'ladi. Buni o'sha tariqat mashoyixlari o'zlarining to'nlarini kiydirib qo'yishlik, shunga o'xshash bir marosimlarni qilishlik bilan unga izn berishadi. Endi bular o'ziga yarasha qandaydir ixtiloflar, boshqa muammolarga sabab bo'ladigan gap so'zlar bo'lganligi uchun biz bunga to'xtalmaymiz, lekin baribir shundan xabardor bo'lgan. Masalan, mana hozir institutda ustozlar tomonidan diplom beriladi, to'g'rimi? Shu ishni bajara oladi yoki shu o'qigan sohasiga javob bera oladi deb, yoki mashina haydash uchun masalan nima olinadi, huquq olinadi, ya'ni o'qib turib o'sha huquqni. Xuddi shunga o'xshash tarbiya uchun ham tarbiya ustozlaridan ijozat bo'lishligi tabiiy holat. Ijozat talab etilishligi tabiiy holat. Hech qayerda masalan diplomsiz yoki hujjatsiz qandaydir bir mas'ul ishlarga qo'yilmaydi-ku insonlarni. Bu mas'uliyatni ham eng katta mas'uliyatki insonning dunyosini va oxiratini saodati yoki shaqovatiga sabab bo'ladigan bir buyuk ish, ulkan ish. Buning uchun albatta demak tarbiya ustozlaridan nima olgan bo'lishi kerak bo'ladi? Ijozat olgan bo'lishi kerak bo'ladi. Endi bu haqda batafsilroq to'xtaladigan bo'lsak, birinchi shartga to'xtalamiz. Fayanbaghi ay yakunal murshidu aliman bil faraizil ayniyya. Murshid o'sha yuqorida oldingi jumlalarda aytganimizdek farz aynlarni biluvchi olim bo'lishi kerak. Ka ahkomis salati va savmi va zakati in kana malikan lin nisabi. Namoz hukmlarini, masalan farzi, vojibi, sunnati, mustahabi, mustakrahi, makruhi, harom amallari, mana shularni o'rganmoqligi, ro'zani, zakotni agar nisobga molik bo'ladigan bo'lsa, unga farz ayn bo'lgan bo'ladi-da. O'shaning uchun uni agar zakotga nisobi yetmagan bo'lsa, bu haqda umumiy tushunchalarga, bilimlarga ega bo'lsa yetarli, chunki hali o'ziga farz ayn bo'lmagan, lekin o'ziga farz ayn bo'lgan har bir nimani, ilmni o'rganmoqligi kerak bo'ladi. Va ahkomul muomalati val buyu' in kana mimma yata'ata at-tijara. Shayx bo'lgan holatda tijoratlarga aralashib yurgan bo'lsa, muomalat, baylarning ahkomlarini o'rganmoqligi, chunki uni haqida bu farz aynga aylandi. Ana shularni o'rganmoqligi kerak bo'ladi. Mana shu jumladan ham ma'lum bo'lyapti, bu murabbiylik, murshidlik degani faqat xalqqa demak irshodi emas, balki o'zini tirikchiligi bilan ham shug'ullanishlikka qarshi bo'lmaydigan bir holat, bir maqom ekanligiga ishora bu. Ya'ni demak murshid bo'ldi, bu odam dunyo bilan ham muomalat qilaveradi. Asosiy masala bu joyda qalbga uni muhabbat kirmasligi. Qo'li, atrofi, mol, mulk, dunyoga to'la bo'ladigan bo'lsa, buni hech qanday zohidlikka yoki tasavvufga ziddiyat joyi yo'q. Aynan qalbi ana shulardan xoli bo'lishligi muhim. Payg'ambar alayhisalom shunaqa bo'lgan. Ya'ni dunyoni boshqarganlar umrlarining oxirida. Butun atrof qabilalardan juda katta sovg'alar, hadyalar, mulklar kelgan. O'shaning uchun ham u zotda o'sha qalbda tarbiya borligi uchun bu u kishida tabiiy bo'lgan, tug'ma bo'lgan, chunki Alloh taolo risolat uchun yaratgan u zotni. O'sha yoshliklardayoq qalblardan o'sha nimani olib tashlangan, zararli joylarni, nafsni olib tashlangan. Demak, tug'ma tarbiya topgan zot sifatida u kishida ham mol mulk juda katta bo'lgan, lekin hatto o'sha mol mulkni tarqatmasdan, sadaqa qilmasdan, hadya qilmasdan uxlamaganlar. Ya'ni qalbga joylashmaganda u. Qancha mulkaga joylashmagan. Unga bir misol yaqinda bir onlayn suhbatimizda ham aytgandik. Bir arobiydan nima sotib oladilar? Xurmo evaziga tuya sotib oladilar. Tuya o'sha paytda eng qimmat mol hisoblangan. Hozirgi paytda bizda qimmatbaho mashinalar bor-ku. O'shunaqani sotib olganlar. Uyda xurmo bo'lgan. O'shani evaziga sotib olganlar. Uyga kirsalar xurmo yo'q. Ahli ayollari uni sadaqa qilishgan, hadya qilishgan, o'zlari yeyishganda bir kunda yo'q bo'lgan. Masalan, chiqib ketayotganlarda bor narsa yo'q bo'lib qolgan. Agar
bizlardan birimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyda men mashina olmoqchi edim, pulimni sal ishlatib yuboribsan deb o'sha joyda janjal kattasini ko'ravering. Chunki bizning qalbimizda tarbiya yo'q. Nafsimiz bo'ysunmagan o'zimizga. Payg'ambar alayhisalom nima qildi? Shundoq ko'rdilarda o'sha narsani yo'qligini yana tashqariga chiqdilar. Nimaga? U joyda haq egasi kutib turgandi. Qochib bekinib olganlari yo'q, telefonni o'chirib olganlari yo'q. Balki yugurib chiqdilarda shunaqa narsa yo'q uyda desalar, haligi joyda Arobiy jahli chiqib, xiyonatchi degan so'zni og'ziga oladi. Bunga chidamagan sahobiylar uni urmoqchi bo'lishadi. Payg'ambar alayhisalom haqorat qildi. Shunda Payg'ambar alayhisalom ularni to'xtatadilar. Inna li sohibil haqqi maqolan degan mashhur hadis shariflarni aytadilar. Haq egasiga gapirishga huquqi bor. Ya'ni u haqdormi? Endi bemalol gapira oladi, uni to'smalaring deylar. Va o'sha joyda masalani hal qilib, bir joydan qarzga xurmo olib kelib unga berib yuboriladi. Masala hal bo'ladi, tuyani oladilar. Bu joyda juda ham ko'p darslar bor Payg'ambar alayhisalom shu ishlarda. Juda ham ko'p darslar bor. Ulardan birinchisi shundoq katta nafis qimmatbaho molni, mulkni evazi bo'lgan narsa uyda yo'q bo'lganda o'zlarini yo'qotib qo'yganlari yo'q. Taftish qilganlari yo'q. Qani kim qayoqqa ishlatib yubordi, kim qancha yedi deb turib hammani surishtirib yurganlari yo'q o'sha joyda. Bu qalblariga dunyoni kirmaganligi. Dunyo, mol dunyo atroflarini o'rab yotibdi. Juda katta karvonlarda sog'a solama. Atroflarda milliarder, bugungi kunimiz bilan hisob qilganda milliardlaringni, 10 milliardingni yarmini yoki hammasini ber desalar, o'rnida fido qilib yuboradigan sahobiylar bo'lgan. Lekin qalbda o'shanga muhabbat bo'lmagan. Shu mol mulkka, dunyoga muhabbat bo'lmagan. Muhabbat bo'lmaganini mana bitta nimasini ko'ryapmiz. Biz ham taftish qilaylik qalbimizni. Mana shunaqangi vaziyatlarda qanaqangi yo'l tutar edik. Demak, qalbimizda illat bormi? Payg'ambar alayhisalomga ittibo qilamiz hamma tomonlama deymizmi? Demak, ittibo qila olmaganmizmi? Illat bor. O'sha illatni to'g'rilashimiz kerak. O'sha kasallikdan xalos bo'lishimiz kerak. Uni davolashimiz kerak. Bizni aytayotgan gaplarimiz aynan shu haqda. Bu hadis sharifdan yana juda ham ko'p ma'nolarni, juda ham ko'p masalalarni olinadi. Biz bu mavzuyimizga taalluqli bo'lmagani uchun to'xtalmayman, lekin bitta yana to'xtaladigan joyi Payg'ambar alayhisalom kirdilar, yana qaytib chiqdilar. Ya'ni tashqarida qarzdor, u kishi qarzdor bo'lgan inson kutib turgandi. Shuning uchun shoshib chiqdilar xabar berishlik uchun. Hozir biz nima qilamiz? Cho'zib yuramiz, bermaslikka harakat qilamiz, keyin oxiri uyimizga keladi, yo'q deb ayttirib yuboramiz, telefon qiladi, nomerni, raqamimizni o'zgartirib yuboramiz. Mana shunaqangi munosabatda bo'lamiz haq egalariga nisbatan. Yoki boshqa bir nima. O'sha joyda sahobiylar janjal qilib kelishgan paytda to'xtatdilar. To'xtanglar. Bu haq egasi, haqdor. Xohlagan gapini gapirishi mumkin deb o'sha joyda chora ko'rdilar. Ya'ni bir joydan qarzga olib kelib, bir ayoldan, o'sha xurmo sotadigan ayoldan qarzga olib kelib, uni berib yubordilar. Bu nimani bildiradi? Shallaqlik qilishlik bilan, urto'polon qilishlik bilan muammo hal bo'lmaydi. Haqlar soqit bo'lib ketmaydi. Bizda hozir shunaqa narsa ham odat bo'lib qoldi. Qanchalik meni so'zim qattiq chiqsa, qanchalik ovozim baland chiqadigan bo'lsa, narigi tomon ovozi o'chadi-da, shu bilan men haqqa ega bo'lib qolaman degan tushunchalarga kelib qoldik. Shu darajada biz uzoqlashib ketdik dinimizdan. Hech qachon haq soqit bo'lmaydi. Haq berishlik bilan soqit bo'ladi. Oddiy to'polon bilan soqit qilinmaydi. O'shanga ham o'sha darsni ham olamiz bu hadis sharifdan. Yana aytganman, juda ham ko'p Payg'ambar alayhisalom har bir ishlardan, har bir tasarruflardan o'nlab, yuzlab masalalar olish mumkin. Ulamolarimiz bularni olishgan, lekin mavzuyimiz u bo'lmaganligi uchun balki o'sha mana muomalat masalasi, ya'ni zohid bo'lib turib mol mulkka ega bo'lish masalasiga taalluqli bo'lganligi uchun aytib qo'yaman. Payg'ambar alayhisalomdagi zohid bo'lmagan. 3 kunlab ovqat yemagan kunlari bo'lgan. Kiyimlarni unaqangi haliga o'sha paytdagi imperiyalarni, imperatorlari kiygandagi kiyimlarda yurmaganlar. Oddiy, sodda kiyinganlar, pokiza kiyinganlar. Hammasi zuhuddan. Qalblariga o'sha dunyoni, xomonlar va boshqalardan qolgan dunyoni kirmaganligini alomatlari mana tashqarida ko'rinib turibdi. Biz ham qalbimiz mana shunaqangi taftish qilishimiz kerak-da. Ya'ni mana shunaqa voqea hodisa sodir bo'lsa, oddiy qo'yib qo'ygan 5000 so'm pulimiz yo'q qolsa, qanaqangi biz to'polon qilib yuboramiz. Qayoqqa tushib qoldi, nima bo'ldi, kim oldi, nimaga sarf qildi. O'sha yana qaytaman shu hadis sharifga, ayollar, oilada ayollar baxillikni yoqtirmaydi. Xoh u mol mulkda bo'lsin, xoh muomalatda bo'lsin, yaxshi muomala qilish boshqa, xoh his tuyg'uda bo'lsin, hammasida saxiylikni xohlaydi.
Bu hadis sharifdan ham ana shu nimani ma'noni olinadi. Payg'ambar alayhissalom mana mol mulkda ham, muomalatda ham hech qanaqangi baxillik qilganlar yo'q. His-tuyg'udagi muomalatlarni-ku, munosabatlarni-ku juda ko'p hadis shariflar nima qilib turadi, oshkor qilib turadi. Oysha onamizga bo'lgan alohida muhabbatlari, boshqa onalarimizning qalblarini rioya qilishlari, Hadicha onamizni hech qachon yoddan chiqarmaganliklari, bu zotni demak qalbda ham, ruhda ham juda ham saxovatli bo'lganliklarini ko'rsatadi. Modomiki biz bu zotni o'zimizga namuna deb bilgan ekanmizmi va Alloh taolo tomonidan bizga payg'ambar qilib yuborilganlar ekanlarmi, demak biz hamma sohada, hamma ishimizda, har bir harakat tasarrufotlarimizda u zotga ergashishimiz kerak bo'ladi. Tasavvufning ham eng asosiy vazifasi shariat ilmlarida zohirda payg'ambar alayhisalomga intisob qilingan, payg'ambar alayhisalomga ittibo qilingan, ergashilgan bo'lsa, botinda qalb holatlarda, qalb ishlarida, hozir yuqorida zikr qilib o'tganimizdek qalb ishlarida payg'ambar alayhisalomga ittibo qilishi, qalbni turli xil kasalliklardan tozalashlikni, poklashlikni o'rgatadi. Va yakuna aliman bi aqidati ahli sunnati val jamoati fi tawhid. Murshid, murabbiy tavhidda ahli sunna val jamoa aqidasiga olim bo'lishi kerak bo'ladi. Alloh taoloning ism sifatlari, nubuvvat masalalari, oxirat masalalari, g'ayb masalalari, mana shular haqida yaxshigina xabardor olim kishi bo'lishi kerak bo'ladi. Fa ya'rifu ma yajibu lillahi ta'ala. Alloh taoloning haqida aytishlik vojib bo'lgan narsalarni bilishlik kerak bo'ladi. Va ma yajuzu va ma yastahilu ijmalan va tafsilan. Alloh taoloning haqida joiz bo'lgan yoki umuman mahol bo'lgan narsalarni ijmolan ham, tafsilan ham, ya'ni muxtasar holatda, umumiy holatda bilmoqligi va yana batafsil bilmoqligi, ikkala tomonlama bilmoqligi kerak bo'ladi. Bu juda ham katta olim degani. Va kazalika fi haqqir rusuli alayhimussalatu vassalam va hakaza sayru arkanul iman. Shuningdek payg'ambarlar alayhimussalomlar haqida nima e'tiqod qilishimiz kerak bo'lsa, ana shularni bilmoqligi, shuningdek boshqa iymonni arkonlarini hammasini yaxshi biladigan olim bo'lmoqligi kerak bo'ladi. Ikkinchi shartga to'xtalsak, fayanbaghi ayatahaqqaqal murshidu bi aqidati ahli sunnati amalan va zavqan ba'da an arifaha ilman va dirayatan. Aqidada ahli sunna val jamoa aqidasini demak ilm va diroyatda ilmini ham, uni yetib kelish yo'llarini ham hammasini yaxshilab o'rgangandan keyin amalda va zavqda ham ana shu narsa unda haqiqat topmoqligi kerak bo'ladi. Ya'ni qanday u? Fayashhadu fi qalbihi va ruhihi sihhataha. Bularni aynan o'zi e'tiqod qilayotgan masalalarda qalbi bilan, ruhi bilan ularga guvohlik bermoqligi. Haqiqatda masalan Alloh taoloni bir dedi. Alloh taoloni qadim dedi. Alloh taoloni lomakon dedi. Yoki payg'ambarlarning hammasiga iymon keltirdi. Qalbida aynan o'sha narsalarni haqiqatda tasdiqlash. Shunchaki tilda takrorlangan, aqlda qabul qilingan ilm emas, balki qalbdan, ruhan ana shuni tasdiqlab uning rohatini tatib ko'rishligi. Zavq degani shu. Ya'ni Alloh taoloning bir ekanligini agar siz ham virdlar bilan kuchaytirib, bu tomonda aqlan u narsani tan olaversangiz, oxiri bu qalbga o'tib, ruhga o'tib, Alloh taoloning bir ekanligidan qalbingiz lazzatlanadigan, Alloh taoloning bir ekanligi, tavhidiga iymon keltirganligingiz tufayli halovat topadigan bo'lib qoladi. Ana shu narsani ham demak ro'yobga chiqargan kishi bo'lishlik kerak bo'ladi. Bu narsalar albatta zohirda ko'rinmaydi, lekin kishining tasarruflarida tashqarida uni alomatlari ko'rinadi. Belgilar ko'rinadi. Ana shulardan demak aniqlanib tanlanadi bunday shayxni. Va yashhadu anna Alloh taala vahidun fi zatihi, vahidun fi sifatihi, vahidun fi af'alihi va yata'arrafu ala hazarati asma'illahi taala zawqan va shuhudan. Alloh taoloning zotida, Alloh taoloning sifatida, sifatlarida, Alloh taoloning fe'llarida yagona ekanligini, bir ekanligini tan olib o'shanga guvohlik bermoqligi. Bu gaplar bizda ko'p takrorlanadi. Bu gaplarni biz hammamiz bu so'zlarga iymon keltirganmiz, lekin zavq yo'q bizda. Tatib ko'rmaganmiz. Agar tatib ko'rsak, shu Alloh taoloning tavhidini qalbimizda o'rnashtirib, uning halovatini tatsakda, biz hech narsani g'amini qilmay qo'yamiz. Hech narsadan qo'rqmay qo'yamiz. Hamma holatda Allohga tavakkul qiladigan bo'lib qolamiz. Rizq masalasida hamma narsani Allohga tashlaydigan bo'lib qolamiz. Har bir ishimizda, har bir Alloh taolo tomonidan bo'layotgan hukmlarga rozi bo'ladigan bo'lib qolamiz. Hozir bizda garchi ustimizda nima qilamiz deganimiz bilan qalbimizda norozilik bor. Masalan, kambag'allik, kasallik yoki bir ish bitmasligi, qandaydir muammoni paydo bo'lishligi qalbimizda norozilik paydo qilaveradi. Haqiqiy tavhidni totib ko'rgan insonlarda bunaqa tushuncha bo'lmaydi. Sababi hammasi Allohdan ekanligi ma'lum ularga va uni his qilib bo'lishgan, qalban, aqlan emas. Bizga hammasi aqlan. Alloh bir deymiz, sifatlarda ham bir deymiz. Hech kim unga, hech qaysi maxluq unga o'xshamaydi sifatlarda ham deymiz. Fe'llarda ham o'xshamaydi deb tan olaveramiz. Bu aqlan. Lekin bu aqlanni tepada aytildi. Ya'ni ilman va diroyatan bilgandan keyin
Bizniki mana shu. Ilm va diroyatdan bilyapmiz. Ya'ni ilmimiz bor, bu narsalar xabarimiz bor va bular qanday yo'l bilan, Qur'on bilan, sunnat bilan sobit bo'lganligini bilib turibmiz. Lekin buni o'zi yetarli emas-da, balki amalan va zavqan. Bizning amallarimizda bu ko'rinish kerak. Zavqimiz, ya'ni tatib ko'rgan bo'lishimiz kerak. U narsa bilan hech qaysimiz faxrlana olmaymiz. Hammamiz bir muammoni oldida ojiz qolaveramiz. Bir kutilmagan noxush voqeani oldida o'zimizni yo'qotib qo'yamiz, esankirab qolamiz. Yoki nafsimizni quyga tushib ketib qolamiz. Allohning tavhidi bo'lsa, rizq Allohdan ekanligiga iymon keltirib, uni iymon aytdimi? Ilman va diroyatan iymondan tashqari zavqan va amalan ham bo'lishi kerak. Zavqan va amalan bo'lsa, Alloh taolodan rizq kelayotganligini tatib ko'rsa, ya'ni o'sha tushunchani o'zidan o'tkazib, nafsidan o'tkazib, ruhidan o'tkazib tatib ko'radigan bo'lsa, u odamda endi hech qanaqa shubha qolmaydi. Hech qanaqa qo'rquv qolmaydi. O'shaning uchun muomalatda ham shariatga muvofiq amal qiladi. Agar shariatdan chiqadigan bo'lsa, kechib ketaveradi o'sha joyda. Muammodan osonlikcha. Aldamaydi. Yolg'on qasamlar ichmaydi. Birovning ko'nglini og'ritmaydi. Monopoliya qilmaydi, mana bu tomoniga o'tadigan bo'lsak. Chunki Allohning rizqiga ishonadi, Allohdan kelishiga ishonadi. U monopoliyadan maqsad nima? Ko'proq topib olaydi, kelajagimni ta'minlab qo'yay. Undan boshqa narsa yo'q. Pora olmaydi. Bu yo'q ketaveradi. Agar Allohga bo'lgan iymonni hozir aytilgandek zavqan va amalan o'rganiladigan, ya'ni haqiqatga amalga oshirilgan bo'lsa, haqiqatda tahqiq etilgan bo'lsa, yuzaga chiqqan bo'lsa, bu juda ham katta hayotda o'zgarishlarga sabab bo'ladi. O'z maqsadimiz ham shu. Zero maqsadimiz shu bizda. Ruhiy tarbiyadan maqsadimiz shu. Ya'ni biz hozir aqlimizdagi ilman va diroyatan bo'lgan tushunchalarni qalbimizga amalan va zavqan olib kirish. Agar shunaqa olib kiriladigan bo'lsa, Alloh taoloni har soniyada tavhidiga iymon keltirib turilsa, uni tan olib turilsa, rizq beradigan ham, zarar to'sadigan ham, foyda beradigan ham, hammasi u-ku. Qur'oni Karim hamma oyatlari, Allohning ism sifatlari haqidagi oyatlar hammasi shu-ku. Zarar beruvchi, foyda beruvchi, qalblardagini biluvchi, rizq beruvchi, hammasi keladi-yu. O'shalarni agar biz qalbimizda totib ko'rsak, uni mazasini totib ko'radigan bo'lsak, aynan shu ruhiy tarbiya bilan bo'ladi. Bu jismoniy tarbiya bilan bo'lmaydi. Jismoniy tarbiya mushaklarimizni chiroyli qilish mumkin, oyog'imizni baquvvat qilish mumkin. Aqliy tarbiya aqlimizni yuksaltirishi mumkin, lekin ruhiy tarbiya bo'lmasa foydasi yo'q mana bu aytayotgan narsalarimizda. Yana o'sha o'g'irlikni o'ylaydigan inson bo'ladi, zo'r matematik bo'lsa ham, rosa zo'r sportchi bo'lsa ham, mana qaligi turli xil taqiqlangan narsalarni nima qilib turib, sportda g'olib ham bo'laveradi. Doping deydimi? Nimadan u? Ruhda tarbiya yo'q. Unda jismoniy tarbiya bor. Yoki narigilarda zo'r biznesmen, zo'r tijoratchi, zo'r iqtisodchi, ularda aqliy tarbiya bor. Lekin ruhiy tarbiya yo'q. Ruhiy tarbiya yo'qligi uchun muammoga kirib qolaveradi. Hammasining sababi shu. Demak, ergashiladigan shayx nafaqat ilmda, diroyada Alloh taoloning tavhidiga e'tiqod qilgan bo'lishligi, uni bilgan bo'lishligi, olim bo'lishligi bu to'g'rida, balki zavqan va amalan ham ana shu narsani qozongan bo'lishligi, ana shu narsani o'zida namoyon etgan bo'lishligi kerak bo'ladi. Uchinchi shart fala budda ay yakuna qad zakka nafsahu ala yadin murabbin va murshidin. Bu shayx, siz izlayotgan shayx o'zi bir murabbiy, murshidni qo'lida tazkiya olgan bo'lishligi kerak bo'ladi. Tarbiya olgan bo'lishligi kerak bo'ladi. Fa khabara maratiba an-nafsi va amroziha va waswasiha. Nafsning darajalari. Masalan, nafsi ammora bor, nafsi lavvoma bor, nafsi mutmainna bor. Bundan tashqari yana mashoyixlar juda ko'p nafsning martabalarini, darajalarini sanab o'tishadi. Biz Qur'oni Karimda borligi uchun bularni biz asosiylarni sanaymiz. Ana shulardan xabardor. Uning kasalliklaridan, har bir nafsning o'zini kasalliklaridan, bittasida bitta narsa juda ham kuchayib ketgan bo'ladi, bittasida kamroq bo'ladi. Va uning vasvasalaridan, nafaqat shaytonning vasvasasi, nafsi ham vasvasalar bor. Ana shulardan xabardor bo'lishlik kerak bo'ladi. Va arifa asaliba shaytoni va madakhilahu. Shaytonning uslublaridan, uning kirish yo'llaridan xabardor bo'lishlik kerak bo'ladi. Va afati kulli marhalatin min marahilis sayri. Allohga sayr qilyapti, sulukda yuribdi. Ana shu sulukning, sayrning bosqichlaridagi har bir ofatlardan bilim bo'lishlik kerak bo'ladi. Masalan, mujohadada qaysi yo'l bilan nafs uni mujohadadan qaytaradi. Allohga xavfda va rajoda bo'lmoqchi.
qaysi yo'l bilan shayton uni bu nimadan olib chiqib ketadi, to'g'ri yo'ldan chetga chiqarib yuboradi. Ana shu ofatlarni hammasini bilmoqlik kerak bo'ladi. Va taroiqa muolajati kulli zalika bima yulaimu holata kulli shaxsin va avzoihi. Mana shu aytilayotgan kasalliklarni, vasvasalarni, adashtiruvlarni hammasini muolaja qilish yo'llarini, ya'ni bo'lganda ham har bir insonga taalluqlisini, bitta insonda bu yo'l bilan muolaja qilinadi. Bitta insonda Payg'ambar alayhisolomda shunaqa bo'lganda, masalan, "Ya Rasululloh, eng yaxshi amal qaysi?" desa, bittasiga ota-onangni rozi qilishliging deydi. Eng yaxshi amal desa, odamlarga saxovat qilishliging, baxil bo'lmasliging deydi. Ya'ni ularning hammasini kasalligini bilganlar-da. Bilganliklari uchun ularni o'sha kasallikka muvofiq ravishda davoni berganlar. Ba'zilar hayron bo'lishadi-da, bitta hadisda unaqa degan bo'lsalar, bittasida eng yaxshi amal bunaqa. Bu odamlar holidan kelib chiqib turib aytganlar. Siz ham o'shanga muolajani o'zingiz holingizda olishingiz kerak bo'ladi, lekin dorini, davoni nima qilishlikka o'zingiz kuchingiz yetmaydi. Yoki hozir biz o'zimiz masalan nozik bir kasal bo'lsak, bu eng nozik kasallik-ku, ruhiy kasallik. Ya'ni qalbiy kasallik. Oddiy masalan o'sha jigar og'ridi yo o'pka og'ridi, pochka og'ridi, buyrak og'ridi. Mana shunda biz o'zimizcha dori tanlaymizmi? Yo'q, shifokorga boramiz. Demak, ana shunaqangi har bir xastani, har bir kasallikni o'ziga alohida, individual deb qo'yamiz, o'ziga xos bo'lgan davoni bera oladigan darajadagi, uning vaziyatlarini tushunadigan darajadagi kishi bo'lishi kerak. Va amma shartur rabi', to'rtinchi shartga kelsak, fala budda lil murshidi min an yakuna qad ujiza min shaykhihi bi hadhihi tarbiyati va hadha sayr. O'zining shayxi tomonidan mana shunday tarbiya qila oladi, mana shunday sayr sulukka yo'llay oladi deb ijozat berilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Faman lam yajhadhu lahu al-ikhtisasiyuna bi'ilmin yadda'ihi la yahiqqu lahu an yatasaddara fihi. Har qanday ixtisos bo'lsin, har qanday ixtisosda bir ilmni da'vo qiladigan bo'lsa, ya'ni hammadan ustunman, hammadan yaxshiman deydigan bo'lsa, bunga guvohlik berilmaydigan bo'lsa, bu o'sha ilmiga, o'sha da'vosiga guvohlik berilmaydigan, ya'ni guvohnoma, shahodatnomaga o'xshagan narsa berilmasa, bu endi bu biz aytayotgan mavzuda bir shahodatnoma boshqa berish emas, men hozir umumiy aytyapman. Har qanday ixtisoslikda bu odam demak o'sha ishga o'tishlikka haqqi yo'q. O'sha ishda boshchilik qilishlikka haqqi yo'q. Chunki bu joyda ham boshchilik qilish bor-da, xalq tarbiyasiga boshchilik qilyapti. Eng nozik sohaga boshchilik qilyapti. Fal ijazatu hiya shahadatu ahliyatil irshad va hayazati sifatihi. Bu joyda biz ijozat deganda irshodga ahillik, irshodga layoqati borlikka guvohlik bermoqlik, shahodat. Uning barcha sifatlarini o'zida qamraganlikka guvohlik. Ya'ni bu odam shu nimani yo'li boshidan boshlab yo'li oxirigacha olib bora oladi deb ustozi tomonidan shunga qanoat hosil qilinganligiga guvohlik. Va alayha ussisatil an fikratul madaris val jamiat. Bu ijoza masalan minglab yillardan beri buni kerak deb ta'kidlangani bilan hozir kelib bu madrasa, hozirgi universitetlar, institutlar mana shularda ham bu narsa joriy qilindi. Aynan shundan olingan. Ana shunda ijoza masalasidan olingan. Fa kama la yajuzu liman la yahmilu shahadata at-tibbi an yaftaha iyadatan li mudawati al-marza wa la yasihhu li ghayri al-mujazi fi al-handasati ay yarsima mukhattatan lil bina. وكما لا يجوز للذي لا يحمل شهادة أهلية التعليم أن يدرس في المدارس والجامعات فكذلك لا يجوز أن يدعي الإرشاد غير مأذون له به من قبل مرشدين مأذونين مؤهلين يتصل سندهم بالتسلسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا tibbiyot universitetini, meditsina institutini bitirib, unga shahodat olmagan kishiga tibbiyot maskanlari, markazlarini ochishlikka hech qanaqangi ruxsat berilmaydi. To'g'rimi? Kasal ko'rishlikka ruxsat yo'q unga. Yoki handasadan ta'lim olib, uni shahodatini hosil qilmagan, qo'liga olmagan kishiga binolarni arxitekturasi yoki handasasi, shunga o'xshash narsalarni chizishligi, rejasini qilishligi mumkin emas. Yoki ta'limga ahl ekanligi, ta'lim bera olishlikka layoqati borligi haqida diplomiga ega bo'lmasdan turib, madrasa va universitetlarda dars berishlik umuman mumkin emas. Hatto o'zi masalan hozirgi paytda mana bakalavr darajasida ta'lim olib turib, bakalavr darajasidagilarga ta'lim berishlik mumkin emas deyiladi. Ulardan yuqoriroq bo'lishi kerak, ya'ni magistraturani bitirgan bo'lishi kerak degan talablarni qo'yiladi. Shu darajada demak shahodatga, ya'ni ijozaga e'tibor qattiq qaratiladi.
Endi shunday bo'lgach, shuningdek, kimiki irshodi davosida bo'lsa, men xalqqa ta'limi, xalqqa tarbiyasi bilan mashg'ul bo'laman, ularni Alloh sari yetaklayman, nafslarni tazkiya qilaman, qalblarni poklayman degan da'voda bo'ladigan bo'lsa, bu odamga ham joiz bo'lmaydi murshidlar tomonidan. O'zlari shunga ahli bo'lgan, xalqni tarbiyasiga ahli bo'lgan, loyiq bo'lgan zotlar tomonidan, yana sanadlari bu to'g'ridagi tayinadigan joylari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga silsila bo'lib boradigan kishilardan, shayxlardan, murshidlardan ijozat bo'lmasa, bunday kishi uchun ham, bunday da'vodagi kishi uchun ham xalqqa irshodiga hech qanaqangi yo'l yo'q. Qat'iyan taqiqlanadi, mumkin emas. Shuning uchun mana biz bu so'zlarni bekorga gapirmaymiz, bu mavzularni bekorga o'tmaymiz. Shayx tanlash, murshid tanlash, murabbiy tanlash masalasi ham juda nozik masala. Kim uchrasa, kim da'vo qilsa, o'shani orqasidan ketishlik durust bo'lmaydi, joiz bo'lmaydi. وكما أنه لا يصح من العاقل أن يتداوى عند جاهل بالطب كذلك لا يجوز للمرء أن يركن إلى غير المرشد المأذون المختص بالتوجيه والإرشاد. Aql kishi uchun tabobatdan bexabar odamning oldiga borib tibbiy muolajalar olishlik qanchalik aqlga sig'maydigan ish bo'lsa, aql odam shunaqa qilmaydi-da. Aqlga sig'adigan ish emas. Xuddi shuningdek tavjihga, ya'ni insonlarni yo'llashga, Alloh sari yo'llashga, irshodga, Alloh sari yo'lni ko'rsatishlikka muxtas bo'lgan, ixtisosli bo'lgan, yana izn berilgan murshiddan boshqaga suyanishligi o'shanchalik joiz bo'lmaydi, mumkin bo'lmaydi. وكل من درس الوضع العلمية في الماضي يعرف قيمة الإجازة من الأشياخ وأهمية التلقي عندهم. Qadimda ilmiy vaziyatni o'rgangan kishilar, tarixdagi o'sha ilmiy vaziyat qanaqa bo'lgan, ustozlardan qanday ilm olingan va ulardan qanday keyinchalik tadris uchun, ta'lim uchun, boshqalarga dars berishlik, ta'lim berishlik uchun qanday ijozalar olinganligini o'rgangan kishilarga ma'lumki, o'sha shayxlardan ijozalarning olish qiymati qay darajada bo'lganligi va ularning huzurida talaqqiyning ahamiyati qay darajada bo'lganligi. Talaqqiy degan to'g'ridan to'g'ri ularning o'zlaridan ilmni qabul qilishligi, kitoblar vositasi bilan emas, balki aynan shayxning og'zidan ilmni olishligi juda ham muhim bo'lganligini his qilishadi, tushunishadi. Jumladan men oldingi suhbatlarda ham aytdim, shaxsan o'zimda agar ustozlardan talaqqiy etib olgan ilmlarim bo'lsa, og'izlaridan eshitgan ilmlarim bo'ladigan bo'lsa, bir kishi o'sha haqida so'raydigan bo'lsa, qo'rqmasdan javob qilaveraman. Chunki men ishongan va o'zidan oldingi ustozlarga bog'lanib, u silsila payg'ambar alayhisalomgacha yetib borgan ustozlardan olganligim uchun, ularga ishonganligim uchun, ularda ilmga xiyonat bo'lmasligiga qanoatim borligi uchun qo'rqmasdan javob qilaveraman. Bu qo'rqmaslik faqat ularga ishonganligim uchun emas, balki ilmni aynan joyidan olinganligi uchun ham odam qo'rqmaydi. Qaymog'ini olyapsa, ular ham turli xil joylarda kitoblardan olishgan, ustozlardan olishganda, uni qaymog'ini biz so'raganimiz uchun aytishyapti. Yoki darsi ham butun o'tishlik jarayonda turli xil qavallar boshqalar bo'lishligi bilan birga, lekin bizga aynan qaymog'ini, eng xulosasini yetkazganliklari uchun o'ta ishonchli bo'ladi. Lekin ulardan olmagan, kitoblardan o'qib olgan, hatto bilsak ham, kitoblardan o'qib olib bilgan bo'lsak ham, so'ralgan masalalarni yana bir ko'ray, undan keyin javob qilamiz deymiz. Qo'rqamiz. Chunki hali biz qaymoqni o'qiganmizmi, yo'qmi? Asl xulosani o'qiganmizmi, yo'qmi, uni bilmaymiz. Oldingi suhbatlarimizda aytgandek, to'g'ri o'qib olganmizmi, uni ham bilmaymiz. U bitta nuqtada adashib halok bo'lgan kishi haqidagi qissani aytdik-ku, hikoyani aytdik-ku. Unaqa holatlar bo'lganmi, bo'lmaganmi bilmaymiz. Chunki bizni to'g'rilab turadigan o'zimiz o'qigan paytda ustozimiz bo'lmagan. Ammo ustozimiz o'zidan olingan paytda mana shu holat, demak, ya'ni ishonch bilan gapirish, aniq tiniq masalani bayon qilishlik yuzaga kelaveradi. Talaqqiy bilan olishlikning ahamiyatini o'shanda inson biladi. Ungacha bilmaydi. Mana hozir sizlar eshityapsizlar, shu yerda o'tirgan ijodiy guruh xodimlari eshityapti. O'shanda tushunyapsizlar bu nima ekanligini. Buni tushunmagan holatda hozir kunimizda kitobdan o'qib olsam ham bo'laveradi yoki internetdan mana o'rganib yotibman, endi men ham savollarga javob bersam bo'laveradi degan qandaydir bir quruq da'volar ko'paymoqdaki, bularning xatari mana shu biz aytayotgan so'zlarimiz orqali bilinadi, ma'lum bo'ladi. Hatta innahum atlaqu ala man lam ya'khuz ilmahu min al-ulama ismu suhufi. Oldingilar shu ulamolardan ilmini olmagan kishilarni suhufiy deb nomlashgan. Bizda ba'zi bir sohalarda, ba'zi bir ishlarda ustoz ko'rmagan kishilarni nomlanadi-yu. Xuddi shunga o'xshagan nom bu, suhufiy. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alaydimi?
xuddi shunaqa bo'ladi. Ana shunday kishilarning nomi suhufiy. Li'annahu akhadha ilmahu min as-suhuf wal mutola'ati al-khassa. Chunki u ilmini sahifalardan va xususiy mutolaalardan olgan. Qala Ibn Sirin rahimahulloh, bu to'g'rida Ibn Sirin rahimahulloh aytadilarki, inna hazal ilma dinun. Albatta bu ilm, mana shu ilm, hozir o'tayotgan ilmimiz, biz olayotgan dinimiz borasida olayotgan ilmimiz hammasi o'zi din. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Diningizni kimdan olayotganingizga qarang, deyaptilar. Mashhur tobiin, sahobiylarni ko'rgan tobiin va faqat tobiinlikni o'zi bilan kifoyalanmagan, balki juda ham ulkan ilmlarga ega bo'lgan zot bizga tavsiyalar mana shu bo'lyapti, maslahatlar mana shu bo'lyapti. Hozir biz shu maslahatlarga, shu tavsiyalarga amal qilyapmizmi? Internetda nomi yo'q, rasmi yo'q, kishilardan olgan narsamizni gapirib yuramiz. Ustozlardan dars olmagan, dars olgan joylari noma'lum bo'lgan kishilardan gaplarni biz gap deb, dindagi so'z deb, qavl deb olib yuribmiz. Va o'sha so'zni olib o'zimiz amal qilish u yoqda tursin, boshqalarga mana shu narsani biz yetkazyapmiz, ta'lim beryapmiz. Bu juda nozik masala. Oldin dinni kimdan olayotganimizga biz e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Mana gapim bo'lgan deydi yoki hozirgi zamondosh bir olimni gapi bo'lgan deydi, u boshqa gap edi. Ha, endi bu kishi ham internet chiqib qolib, g'ash kelib gapiryapti deb qo'yilsa. Gap unda emasda. Gap aynan haqiqatda dinni kimdan olinishligi. Bu juda muhim masala. Vaqad avsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ibn Umar roziyallohu anhuma bizalika. Xuddi mana shu tobiin so'zlarini payg'ambar alayhisalom sallallohu alayhi va sallam Ibn Umar roziyallohu anhuga tavsiya qilganlar. Faqol aytganlarki, ya ibn Umar, dinaka innama huwa lahmuka va damuka. Diningni ushla, u seni go'shting, u seni qoning. Fanzur amman ta'khuzu. Shunday bo'lgach, uni kimdan olayotganingga qaragin. Khuzid dina anil lazina istaqamu. Istiqomatda bo'lgan kishilardan diningni olgin. Turli xil maqomlarga yo'rg'alab, manfaat kelgan paytda dinda yo'q narsalarni gapirib yoki hayotda bo'lmagan narsani gapirib birovlarga tuhmat qiladiganlardan emas, balki aynan istiqomat degan shariatda hamma ahkomlarni mahkam tutgan kishilardan olgindilar. Wala ta'khuz anil lazina malu. U yoqqa olgan, bu yoqqa olgan toifalardan olmagin, kishilardan olmagindilar. Bu hadis sharifni sanadiga kelsak, akhrajahu al-Hafiz ibn Adi an ibn Umar kaza fi Kanzul Ummal. Hafiz ibn Adi rivoyatlari ekan. Mana shunday hadis shariflar ham bor. Bu faqat ulamolarning, faqat tobiinlarning gapi emas yoki hozirgi kunimizdagi kishilarning gapi emas, balki payg'ambar alayhisalom ham mana shunday ilmlarni olishda ehtiyotga chaqirdilar, hazir bo'lishlikka chaqirdilar. Va qala ba'zul arifin, ariflardan biri aytadiki, al-ilmu ruhun tunfahu, la masaila tunsahu. Ilm deyapti, nafqa qilinadigan, puflanadigan ruhdir bu. U ko'chiriladigan masalalar u ilm emas. Ilm puflanadigan ruhdir. Falyantabih al-mutaallimuna amman ya'khuzuna. Ilm olguvchilar ogoh bo'lsin ilmni kimdan olayotganlariga. Walyantabih al-alimuna liman yu'tuna. Olimlar ham ogoh bo'lsinlar ilmni kimga berayotganlarini. Ko'zim bilan ko'rdim, Shayx Muhammad Avvoma ga nima tavsiya qilinyapti bir kishini, shu ahli ilm sizdan ozgina yana manfaat olsa, ilmni olsa deb so'ralganda, tarbiyasi bormi uni deyaptilar. Tarbiya muhim. Ya'ni dinga amal qilishligi, ustoz shogird odoblari, dinga bo'lgan muhabbati, ya'ni ruhiyat muhim bo'lyapti. U aqlida rosa ilmga toshib ketgan bo'lsa ham, uni so'ramayaptilar. Nimalarni o'qigan, qanaqa o'qigan demayaptilar. Odob, tarbiyasi qanaqa deyaptilar. O'sha narsa muhim bo'lyapti. Ya'ni hatto ilmni kimga berish ham muhim. Siz beraverasizda unga ahil bo'lmagan odam olib falonchining shogirdi degan gapi chiqadi-yu, lekin butun ishlari sizni yo'lingizga, sizni tavsiyalaringizga, sizni nasihatlaringizga teskari bo'ladi. Odamlar shunaqa ayblaydi. Falonchining shogirdi bo'lib shunaqa ish qilyapti deb. O'shaning uchun hatto kimga ilm berilayotganiga ham qaralishi kerak bo'ladi. Bu hali biz ilmni qanday olish berishlik haqida kitobni o'qiyotganimiz yo'q. Unda-ku qanaqa shartlar bor ko'rib turib, faqat hayratda qolamiz. Shunchalik shartlar, shunchalik holatlar bor ekan, biz bularga manosiga amal qilamiz, bunisiga amal qilmaymiz deb taftish qiladigan holatlar juda ham ko'p. Qiziqqanlar mana shu tomonlarga ham demak e'tibor qaratishlar kerak bo'ladi. Lekin biz aynan hozir bu joyda ruhiy tarbiya masalasini ko'ryapmiz. Ruhiy tarbiyani kimdan olishimiz kerak va kimga berishimiz kerak. Summa alam anna min alamatil murshid umuran yumkinu mulahazatuha. So'ng bilingki, murshidning alomatlari bo'ladi. Ularni siz
his qilishingiz, mulohaza qilishingiz mumkin. O'sha alomatlardan bilib olishingiz mumkin. Ana o'sha alomatlardan ba'zilarini sanab o'tamiz. Minha annaka iza jalasahu tush'iru yoki tash'uru bi nafhatin iymaniya. Siz ular bilan ham majlis bo'lgan paytingizda, o'tirgan paytingizda iymoniy bir nafhani his qilasiz. Iymoniy bir muhit yuzaga keladi. Va nashvatin ruhiyatin, ruhiy ko'tarinkilik yuzaga keladi sizda. G'ayrat yuzaga keladi, himmat yuzaga keladi. La yatakallamu illa lillah. U zot gapirsa faqat Alloh uchun gapiradi. Hech qanaqa o'sha joyda bir gapidan dunyoviy manfaatni o'ylamaydi yoki bir zarar daf qilishni o'ylamaydi. Dunyoviy bir zarar daf qilishni o'ylamaydi. Faqat shu Alloh uchun shu narsani yetkazib qo'yishim kerak va uni yetkazganda ham qalbini to'g'riga olib borib qo'ndirib qo'yishim kerak degan maqsadda gapiradi. Va la yantiqu illa bi khayr. Gaplari faqat yaxshilik bo'ladi. Hech biralik kimsani taftish qilish, birovni yomonlash, g'iybat qilish, shunga o'xshash narsalar bo'lmaydi. Faqat yaxshilik bo'ladi. Va la yatahaddasu illa bi maw'izatin aw nasihatin. Gapirganda faqat mav'iza yoki nasihat ko'rinishida gapiradi. Tanbeh berib, qalbi og'ritib yoki jerkib, ma'lumot qilib, unaqa qilib gapirmaydi. Balki nima ekan? Mav'izak, va'z ko'rinishida, nasihat ko'rinishida gapiradi. Tastafidu min suhbatihi kama tastafidu min kalamihi. Uni suhbatidan siz istifoda etasiz, xuddi kalomidan istifoda etgandek. Suhbat deganda biz so'zlar o'zbekchada so'zlashuvga ketib qolgan ma'no so'zlashuv ma'nosida emas, balki ham suhbat ya'ni bitta joyda turishlik, doimo etagini ushlashlik, doimo yonda bo'lishlik. Ana shuni nazarda tutiladi suhbat deganda, sohiblikda bu. Ya'ni uni yonda yurishlikdan xuddi uni eshitishlikdek siz manfaat olasiz. Eshitganda qanaqa manfaat olinadi? Bunaqangi zotlardan. Demak, yonda yurganda ham shunaqangi manfaatlar olinaveradi. Haqiqatda odam shunaqa qoladi. O'zidan o'zi e'tibor bersangiz, shunaqa joylarga kirib qolsangiz, odamlar bir-biriga yaxshi mulozamatda bo'lib, muomalatda bo'layotgan, dasturxon ustida juda ham iltifotli bo'layotgan, masalan, poyabzallarni hamma tekislab qo'yishga hamma oshiqayotgan, tahora deb qo'yilsa hamma ko'pchilik tahorat suviga yugurayotgan, ya'ni savob ishga hamma ishtiyoqmand bo'lib qoladi u paytda. O'zi bo'lganda unaqa bo'lmaydi. Aynan o'sha joyda shu holat yuzaga kelib qoladi. Ruhiy bir iymoniy bir muhit yuzaga kelib qoladi, shakllanib qoladi. Demak, mana shu alomat hisoblanadi. O'shanaqangi zotlarni topilganlik alomati hisoblanadi. Tantafi'u min qurbihi kama tantafi'u min bu'dihi. Yaqin bo'lganingizda manfaat olasiz, xuddi uzoq bo'lganingizda manfaat olganingiz kabi. Uzoq bo'lganingizda ham manfaat olaverasiz. Endi biz bu haqda to'xtalib o'tilmaymiz. Hali bu so'zlarni eshitishlikka tayyor bo'lmaganligimiz uchun uzoq bo'lganda qanday manfaat olish haqida so'zlab o'tirmaymiz. Inshaalloh o'zi inson zavq tuysa shundan faqat ilmu diroya emas, balki zavq va amal bilan shu nimaga kirishadigan bo'lsa, albatta uzoqdan manfaatlanish holatlarini ham o'zi his qiladi. Oddiy bir misol aytaman. Hazrat Umar nima jo'natadilar? G'azot uchun bir sariya jo'natadilar, qo'shin jo'natadilar. Ularni dushman 3 tomondan qurshab keladi. Qurshab kelganda mag'lub bo'lishlik ollari juda ham yaqinlashgan paytda Hazrat Umar o'sha paytda jumada xutba qilib turgan bo'ladilar. Xutba qilib turgan joylarda birdaniga ya sariya al-jabal deb qichqiradilar. Ya'ni sariya degan qo'mondon bo'ladi. Ey sariya, tog' tomon yur deb xitob qiladilar. Xutbada, jumada, Madinada. U juda uzoqda, bir 2000 kilometr uzoqlikda, o'sha Fors tomonlarda bo'layotganda, adashmasam shu Fors tomonlarda edi. Bo'layotgan g'azotda shu ish sodir bo'ladi. Keyin u ovozni eshitib, sariya qo'shinni nima qilib turib, tog' tomonga qarab qutulib qochib ketadi vaziyatdan. Ya'ni mag'lubiyatdan qutulib qoladi. Keyin kelganda o'sha narsalarni hammasini aytadi. Siz ovozingizni eshitdim, unday bo'ldi, bunday bo'ldi. Bu hammaga ma'lum, hech haligi tarixda mavhum bo'lgan, kimlargadirgina ma'lum qolganlardan yashirilgan voqea emas. Juda ham tarixiy kitoblarda ko'p zikrilgan hodisa zikr qilgan. Mana uzoqdaliklardan manfaat olyapti. Hatto uzoqda bo'lsalar ham qo'shinga manfaat beryaptilar. Tushunarli bo'ladi? Va tastafidu min lahzihi kama tastafidu min lafzihi. Uni o'sha yondagi mulohazangizdan siz istifoda etasiz, xuddi lafzidan istifoda etgandek. Ya'ni holidan siz istifoda etasiz. Xuddi lafzidan, qolidan istifoda etganingizdek, gapirgan so'zlardan manfaat olganingizdek, demak holdan ham manfaat olasiz. Va minha ana shunday yana alomatlardan biri antulahiza fi ikhwanihi va muridihi suvaral iman val ixlos va taqva va tavazuq. Atrofidagi kishilarda ham, birodarlarda ham, muridlarda ham iymonning suratini, ixlosning suratini, taqvoning, tavozuning suratlarini ko'rasiz. Aytdik-ku, poyabzalni taxlashga nima qilib ketib qolishadi, hojatxonaga kesak qilaman deb talashib qolishadi. Bu narsalarni shunaqa joylarga borganingizda ko'rasiz-da.
Ya'ni nafaqat shayxning, murshidning, balki muridlarning, atrofida yurgan o'sha do'stlarning ham holatlarida ana shunday iymoniy taqvo holatlarini, muhitini siz nima qilasiz, his qilasiz. وتتذكر وأنت تخالطهم المثل العليا من الحب. O'rtalardagi o'sha muhabbatdagi zarbul masal bo'ladigan holatni ko'rib siz zikrlanasiz. Ya'ni sizni qalbingiz ochiladi. Vasidq val isar val ikhvatil xolisa. O'sha muridlarning orasidagi rostlik, isor, ya'ni biri o'zidan ikkinchisini ustun ko'rishligi. Isorni va xolis birodarlikni ko'rib turib sizda demak zikrlanish paydo bo'ladi, qalbingiz ochiladi. Va hakaza yu'rafu الطيب الماهر بآثاره ونتائج جهوده حيث ترى المرضى الذي شفوا على يديه وتخرجوا من مسحه بأوفر قوة وأتم عافية. xuddi masalan mana bizda ham shunaqa nima bo'ladi-yu, doktorga boradigan bo'lsak, yaxshi shifokor bo'lsa deb tanish bilishlardan so'raymiz va unga misol tariqasida u kishining klinikasida palonchilar davolangan, undan keyin o'shalar tuzalib ketdi, butunlay kelmaydigan bo'lib ketdi degan so'zlarni eshitamiz. Xuddi shunga o'xshash bularni ham demak qalb shifoxonasida ana shunday insonlar chiqqan bo'ladi-da, ya'ni atrofidagi kishilarni ko'ryapmiz-ku, iymonda, e'tiqodda, taqvoda, tavozuda, birodarlikda zarbul masal bo'ladigan darajadagi insonlar tarbiyalanganligidan demak o'sha shifoxonani haq shifoxona ekanligini bilib olamiz. Juda ham kuchli shifoxona ekanligini bilib olamiz. Bu ham demak bir alomat. Ilman anna kasratal muridin va talamiz va qillatuhum laysat miqyasan wahidan. Bir narsani bilib qo'yaylik, muridlarning ko'pligi, shogirdlarning ko'pligi, kamligi bu yolg'iz miqyos emas. O'lchanadigan narsa emas. Va innamal ibratu bi salahi haula'il muridin va taqvahum. Balki ana u muridlarning ixlosi, salohiyatligi, taqvolari bu miqyos o'lchov belgisi bo'ladi. 10 ta murid bo'lsin, 10 ta qo'lda tarbiya topgan, demak solih bo'lsa, ana shu muhim. Haqiqiy iymoniy ruhda tarbiya topgan bo'lsa, ana shu muhim. Soni muhim emas. Va taxallusihim minal uyubi val amroz, ana shu muridlarning kasalliklardan, ayblardan xalos bo'lganliklari va istiqomatuhum ala shar'illahi ta'ala, Alloh taoloning shariatda istiqomatda ekanliklari miqyos bo'la oladi. O'lchov bo'la oladi biz uchun. Va minha yana bir oxirgi demak ularning alomatlaridan biri annaka tara talamizatahu yumassiluna mukhtalifa tabaqatil umma. Ularning shogirdlari ummatning turli xil tabaqalarini namoyon etishadi, namoyandalari bo'ladi. Ya'ni bir xil toifa, tijoratchilar yoki qanaqadir ahli ilmni o'zi emas, balki jamiyatda har bir qatlamini qamrab olishgan bo'ladi. Va hakaza kana ashabu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Chunki payg'ambar alayhisalom ashablari shunaqa bo'lishgan. Jamiyat hamma tabaqasi qamrab olingan. Boylardan tortib kambag'algacha, dehqondan tortib chorvachigacha hamma bo'lgan, tijoratchigacha bo'lgan. Fazzafaru bihi yadfa'u at-taliba lil akhzi bi yadihi. Mana shunday insonlarni topa olishlik tolibni, ya'ni murshidni talabida bo'lgan kishilarni ularni qo'lini ushlashlikka undaydi. Val iltizam bi majalisihi, ana shunday kishilarni majlislarida doimiy bo'lishlikka undaydi. Va ta'addub ma'ahu, ular bilan odoblanish, odob bilan muomala qilishlikka undaydi. Val amalu bi nusxihi va irshadihi, uning nasihati bilan, uning irshodi, ko'rsatmalari bilan amal qilishlikka undaydi. Fi sabilil fawzi bi saadati darayni, ikki dor, ya'ni dunyo va oxirat saodatini qo'lga kiritish yo'lida mana shunday ishlarni qilmoqlikka demak kishini tolibni undaydi. Bundan nimani olyapmiz? Ya'ni aynan mana shunday shartlarga ega bo'lgan kishini izlashimiz va ularning alomatlari mana hozirgina zikr qilib o'tganimizdek bo'lishligi, demak biz nimaga undaydi? Ana shunday kishilarning qo'llarini mahkam ushlashlikka, etaklarini mahkam ushlashlikka undaydi. Alloh taolo hammalarimizni mana shunday irshod etadigan, bizni to'g'ri yo'lga yo'llaydigan payg'ambar alayhisalom maqomlarida bo'lgan ularning merosxo'rlariga bizni yo'liqtirmoqligini so'raymiz. Va ularning qo'llarida tarbiya topib, ruhiy tarbiya topib, qalbimizni poklab Alloh taoloning ko'rib turgandek maqomlarga erishtirmoqligini so'raymiz. Alloh taolo hammalarimizga ikki dunyo saodatini bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.